Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar, charchamasdan. Anchadan beri sizlar bilan ko'risha olmadik. Mana Xudo xolisa bugungi nasib qilgan ekan. Sizlar bilan bugun ko'rib chiqadigan zo'r mavzuyimiz bor. Ya'ni yashash uchun uyni qanaqa tanlash kerak va tanlangan, sotib olingan, xarid qilingan xonadonimizni qanaqa rejalashtirishimiz kerak. Ya'ni ichini planirovkasi bo'yicha sizlar bilan gaplashamiz. Bu bo'yicha 5 ta juda ham muhim va foydali ma'lumotlarni beraman. 5-inchisi eng zo'ri. Birinchisi, uy tanlayotganimizda qanaqa holatdagi uyni o'zi biz xarid qilishimiz kerak. Ya'ni bunga kiradi korobka holatdagi xonadonlarimiz, перегородкali xonadonlarimiz va ta'mirlangan, bundan tashqari 50% dan 70% gacha ta'mirlangan holatdagi xonadonlarni ham xarid qilishimiz mumkin bugungi kunda. Yuqorida sanab o'tilgan xonadonlarni endi birma-bir ko'rib chiqamiz. Ya'ni bunda birinchisi bo'ladi korobka holatdagi xonadonlarimiz. Korobka holati deganda biz tushunishimiz kerak bo'ladi. Bitta katta ploshad, ya'ni bitta katta maydon va uni faqatgina tashqi rom va tashqi eshigi bo'ladi. Bundan tashqari 3 ta счетчик olib kirib beriladi. Gaz, svet, suvni счетчиклari olib kirib beriladi. Korobka holatini plyus tomonini aytadigan bo'lsak, korobka holati bu sizga nisbatan ancha arzonga tushadi va o'zingiz xohlaganda xonalarni bo'lib, uni ta'mirlash imkoniga egasiz. Buni minus taraflarini aytadigan bo'lsak, minus tarafi sizga yana qo'shimcha sarf xarajat va qo'shimcha vaqt degani. Agar sizni vaqtdan muammoingiz bo'lmasa, unda korobka holatdagi xonadonni xarid qilib, uni o'zingiz xohlagandek arzonroq yoki qimmatroq tarzda uyingizni ta'mirlab ko'chib kirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi uyimizni ko'rinishi перегородкali, ya'ni uylari bo'lingan holatda sotib olingan xonadonlar. Перегородкali xonadonlarimizda bunda plyus tomonlari bor. Ya'ni sizning uyingiz qanaqa bo'lishini oldindan tasavvur qila olasiz. Bunda zalimiz qaysi tomonda joylashgan, spalnigimiz qayerda joylashgan, detskiyimiz, kuxnyamiz, hojatxona va hokazolarimiz qayerda joylashgani haqida aniq tasavvurga ega bo'lasiz. Bu перегородкali xonadonlarimizning plyus tomoni. Minus tomonini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bunda hech qanaqa kommunikatsiyalar hali kirmagan, tizimlashmagan bo'ladi. Shuning uchun barchasini o'zingiz qilishingizga to'g'ri keladi. Keyingi xonadonimizning ko'rinishi 50% dan 70% gacha ta'mirlangan holatda xarid qilingan xonadon. Bunda biza bo'lingan holatda, ya'ni qora suvoq, chorniy отделка deymiz, biza buni ya'ni shpakulyovka yordamida suvoqdan chiqarib qo'yamiz. Ya'ni quruvchilarimiz shu tarzda 50% 70% ta'mirlangan holatda sotishligi mumkin. Bunda hech qanaqa kommunikatsiya tizimlari tizimlashtirilmagan, o'rnatilmagan. Ya'ni bunda gaz quvurlari, suv quvurlari va elektr montaj ishlari olib borilmagan bo'ladi. Va ichki eshik romlari ham bundan mustasno. Ushbu 50% dan 70% gacha ta'mirlangan xonadonlarimizning afzalliklariga keladigan bo'lsak, to'liq ta'mirlangan xonadondan anchagina arzonga tushadi va o'zingiz mablag'ingizdan, budjetingizdan kelib chiqqan holatda qolgan remont ishlarini, ya'ni ta'mirlash ishlarini olib borishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ushbu xonadonlarimizni minus tomonlarini aytadigan bo'lsak, ba'zi hollarda ushbu xonadonlarimizni ta'mirlangan holati yoki ta'mirlashga ishlatilgan jihozlar, ya'ni materiallarni oluvchiga, ya'ni yashovchi insonga ma'qul kelmasligi ko'p kuzatiladi. Keyingi xonadonimiz ko'rinishi to'liq bitgan, ta'mirlangan, podключ holatdagi xonadonlarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu xonadonlarimiz plyus tomonlarini aytadigan bo'lsak, ushbu xonadonlar yashashga ko'chib o'tishga tayyor va siz bemalol vaqt yo'qotmasdan darhol ko'chib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Bu plyus tomon. Ushbu xonadonlarimiz minus tomonlariga keladigan bo'lsak, tan narxi qimmatga tushadi. Chunki bu tayyor bitgan xonadon hisoblangani uchun. Va ushbu ta'mirlangan xonadonimiz sizni didingizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bundan tashqari, ta'mir sifati ham har doim ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun o'zingizga qarab, sharoitingizga qarab uy tanlaganingiz ma'qul. Ushbu yuqoridagi xonadon variantlaridan qaysi birini tanlaganingiz yaxshi? Eng yaxshisi korobka holatdagisi va перегородка qilingan xonadonlar. Bunda yaxshi tomoni siz arzonroq xonadon xarid qilasiz va uzoqroq vaqt mobaynida
siz uni ta'mirlab, o'z xohishingizga qarab va o'z byudjetingizga qarab ko'chib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Agar vaqtingiz cheklangan bo'lsa yoki shoshilinch ko'chib o'tishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, 50% dan 70% gacha ta'mirlangan holatda yoki to'liq bitgan, ya'ni patkulush holatdagisini olganingiz yaxshi. Ikkinchi ma'lumotimizga ham yetib keldik. Bu sotib olingan xonadonimizni rejalashtirishimiz, ya'ni ichki qismini rejalashtirish planirovkasi va uni joylashtirish haqida gaplashamiz. Xonalar o'lchami va tartibi. Birinchisi zal, ya'ni mehmonxona qismi. Mehmonxonamiz 20 kvadratdan 30 kvadratgacha bo'lgani yaxshi va asosiy kirish joyiga yaqin joylashtirilgani ma'qul. Ikkinchi xonamiz yotoqxona, ya'ni spalniy qismimiz. Spalniyimiz 12 kvadratdan 20 kvadratgacha bo'lgan maydonda joylashgani yaxshi. Spalniyimizda shaxsiy hudud, ya'ni shovqindan yoki begona insonlarning ko'zidan yiroqroq joyda joylashgani yaxshi. Uchinchi xonamiz bolalar xonasi, ya'ni detskiy qismi. Bunda 12 kvadratdan 15 kvadratgacha bo'lgan maydonda joylashtirganimiz yaxshi va bolalar xonasi xavfsiz va tinchroq joyda joylashtirganimiz yaxshiroq. Uyimizning keyingi qismi oshxona qismi. Oshxonamiz 12 kvadratdan 15 kvadratgacha bo'lgan maydonda joylashgani yaxshi va mehmonxonaga yaqin joyda joylashtirsak, o'zimizga ancha qulay bo'ladi. Uyimizning keyingi qismi hammom va hojatxona qismi. Ushbu qism 6 kvadratdan 10 kvadratgacha bo'lgan maydonda joylashtirganimiz yaxshi va ushbu joyimiz yotoqxonaga yaqin joyda joylashgani yaxshi. Joylashtirish qoidalariga yetib keldik. Bunda mehmonxonamiz yotoqxonamizdan ajratilgan holatda bo'lishi kerak. Shaxsiy hudud tinch va daxlsiz bo'lgani yaxshi. Oshxona va vannaxonamizni bir-biriga yaqinroq joylashtirganimiz yaxshi. Chunki kommunikatsiya qismlarini o'tkazish va montaj ishlarini olib borish juda ham oson bo'ladi. Yonma-yon bo'lgan holatda. Yashash xonalariga keladigan bo'lsak, ushbu yashash xonalarida deraza bo'lishi juda ham muhim, chunki tabiiy yorug'lik insonga juda ham muhim hisoblanadi. Uchinchi muhim maslahatimizga yetib keldik. Bunda quruvchi tomonidan kommunikatsiya tizimlarini, ya'ni gaz, svet, suv quvurlarini qanaqa tekshirib olishni ko'rib chiqamiz. Svet mustaqil tarmoqmi yoki boshqa yon atrofdagi binolar bilan umumiymi? Gaz u ham xuddi shunaqami va rasmiy ulanishga hujjati bormi yo'qmi? Suv, ichimlik suvining sifati qanaqa? Yaxshimi yomonmi? Suv o'tkazilgan quvurlarimiz eskimi yoki yangimi? Kanalizatsiya markaziy quvurga ulanganmi yoki alohida septik tizimmi? Ya'ni septik tizimimizda xalq tili bilan aytganimizda kanalizatsiya yamasi qazilganmi va u qanaqa chuqurlikda yoki qanaqa ob'yomda qilingan? Turar joy majmuasidagi aholiga ushbu yama necha yilga yetadi? Bundan tashqari, quruvchidan so'ralish kerak bo'lgan bir necha savollarimiz bor. Birinchisi, quruvchi liniyalarni qanaqa yotqizgan va qanaqa materialni ishlatgan? Ikkinchisi, yangi qurilgan xonadonda bosim, ya'ni gaz va suvdagi bosimimiz qay ahvolda? Tepa qavatlarga bosim yetarli darajadami? Uchinchisi, elektr yuklamasi, ya'ni xalq tilida aytganda elektr naprejeniyasi qanaqa ahvolda? Keyinchalik xonadonlarimizda qo'shimcha elektr jihozlarni o'rnatganimizda, ya'ni konditsioner yoki shunga o'xshash elektr tokini ko'proq ishlatadigan mahsulotlarimizni biz uстановка qilganimizda elektr holati qanaqa ahvolda bo'ladi? U ko'tara oladimi degan savolni berishingiz kerak. Ushbu savollarni berganimizda sizlarga tavsiyam ushbu kommunikatsiya tizimlarini o'tkazish uchun ruxsatnomalar olinganmi yo'qmi? Shularni so'rashingiz kerak bo'ladi. Asosiy maslahatimizning 4-siga yetib keldik. Bunda mebel tanlash, ya'ni xonadonimizga tayyor mebelmi yoki xonadan kelib chiqqan holatda zakazga, ya'ni buyurtma asosida o'lchab yasatilgani yaxshi. Buyurtma asosida tayyorlangan mebelimiz bu ideal variant bo'lib, ya'ni xonani razmeridan kelib chiqqan holatda yasaladi va xonaga mos keladi. Lekin minus tomonlarini aytadigan bo'lsak, uzoq vaqt talab qiladi va nisbatan qimmatroq bo'ladi. Mebel joylashtirish qoidalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi oshxona qismimizdan boshlaymiz. Oshxona mebellari ergonomik bo'lishi kerak. Ish uchburchagi, ya'ni muzlatgich, lavabo va plita orasidagi masofa qisqa bo'lib, ya'ni oshxonada faoliyat ko'rsatayotgan shaxs
bemalol qiynalmasdan harakatlana olishi kerak. Mehmonxona mebellarini o'rnatishda harakat erkinligi, ya'ni bemalolligini ta'minlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yotoqxona mebellari deraza yonida bo'lmasligi kerak, chunki quyosh nurlari uyquga xalal berib qo'yishi mumkin. Xonalarimiz eshiklarini qanaqa joylashtirishimiz kerakligi haqida gaplashamiz. Ushbu jihatimizni ko'pchilik uncha muhim emas deb qarab, unaqa e'tiborga olishmaydi, lekin bu juda ham muhim hisoblanadi. Birinchisi, yotoqxona eshigi mehmonxona va oshxonadan to'g'ridan-to'g'ri ko'rinmasligi kerak. Spalni eshigi shunaqa joylashtirish kerakki, kirgan odam yotoq mebeliga ko'zi tushishi kerak emas. Eshikni ochganda mebel eshik orqasida qolgani yaxshi. Keyingi xonamiz bolalar xonasi. Ushbu xona eshiklari mehmonxona yoki zalga emas, balki koridorga qarab ochilgani yaxshi. Keyingisi hammom va hojatxona eshiklari ham mehmonxona tomonga emas, balki koridor tomonga ochilgani maqsadga muvofiq. Keyingisi oshxona eshigi, ya'ni agar ochiq reja bo'lmasa, uyimiz planirovkasi studiya formatida bo'lmaydigan bo'lsa, unda oshxonamiz eshigini ochganimizda boshqa xonaga oshxona hidlari o'tmaydigan qilib, oshxona eshigini uстановка qilishimiz kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birinchisi uy tanlashdagi uyni tayyorlik darajasi. Ya'ni korobkami, tayyor bitgan holatdami yoki перегородка, ya'ni bo'lingan holatdagisini olishmi? Buni har bitta yashovchi shaxs o'zi belgilagani ma'qul. Chunki har bitta insonni vaqti belgilangan soatini o'zi yaxshi biladi. Zararmi yoki keyinroq ko'chib kirsa ham bo'ladimi? Arzonroq kerakmi yoki qimmatroq variantdagi xonadon kerakmi? Har bitta shaxs individual tarzda o'zi belgilagani yaxshi. Ikkinchisi, xonalarning qulaylik darajasi uyga shinamligi va funksionallik darajasini oshiradi. Uchinchisi, kommunal tizimlarni quruvchidan hujjatlar asosida tekshirib olganingiz juda ham muhim. To'rtinchisi, xonadon mebellarini joylashtirish ergonomik, ya'ni har bitta foydalanuvchiga juda ham qulay bo'lgan tarzda joylashtirilishi muhim hisoblanadi. Beshinchisi, eshiklarni shunaqa o'rnatishimiz kerakki, qulaylik va harakatlanishga to'sqinlik qilmasin. Naborot, yordam bersin. Sizning uyingiz sizning hayot tarzingizni belgilaydi. Rejalashtirish va tanlovda har bir detaldan xabardor bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.